Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizdan qisqacha. Konstitutsiya topildi, biroq u asl nusxasi emas, tarixiy ekzemplyar deb aytilmoqda. Bu yil Qirg'izistonda jinoyatchilikning soni 5.1% ga kamaygan. Bunga patrul militsiyasining jamoat tartibini saqlashi turtki bo'ldi. O'zgan minorasini bulg'ab ketishmoqda, uni tozalashda devorlarning sifati buzila boshladi. Axsidagi oila sirni qo'lda tayyorlab sotmoqda. Tadbirkorlikning bu turi asosiy daromad manbaiga aylandi. Konstitutsiya topildi, biroq u asl nusxasi emas, tarixiy ekzemplyar deb ataladi. Sputnik Qirg'iziston agentligining yozishicha, prezident apparatining yetakchisi mazkur hujjatlar tegishli turda tartibga keltirilmaganini qo'shimcha qildi va prezident apparatida saqlanayotgan hujjat tarixiy ekzemplyarligini aytdi. Undan boshqa ko'chirilib ko'paytirilgan, biroq hammasini bir xil kuchda. Shu bilan uning so'zlariga ko'ra, konstitutsiyaning asl nusxasi emas, tarixiy ekzemplyar ekanligi va u prezident apparatidagi arxivda saqlanayotgan hujjat ekanligi ma'lum bo'ldi. Huquq himoyachisi To'xtay Mo'mintaliyeva qaysi biri asl nusxasi ekanligini Bosh prokuratura aniqlash kerakligini aytdi. Qurolli kuchlar bosh shtabining rahbari Raimberdi Dushenbeyevga hayfsan e'lon qilindi. Bu haqda Mudofaa kengashining kotibi Temir Jumaqadirov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, chegara xizmatining ko'p sondagi qurol-yarog' o'g'irlangani sabab bo'lgan. Bu vaqtgacha chegara xizmati omboridan 26 avtomat, 14 to'pponcha va 13 mingdan ortiq o'q o'g'irlangani ma'lum bo'lgan. 12-asr boshida qurilgan o'zgan minorasining ahvoli kundan kunga yomon bo'lmoqda. Sababi minorani ko'rish uchun kelganlar o'z nomlarini yozib ketishib, har haftada devordagi yozuvlarni tozalash ishlari olib boriladi. Buning oqibatida devorning sifati buzilib, qadimgi g'ishtlarni qayta ta'mirlash mumkin emas. Qirg'izistonning 7 mo'jizasining biri bo'lgan o'zgan minorasining hozirgi holati haqida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'tgan asrlar yodgorligi qatori hisoblangan minoraga kirish bilan birinchi navbatda devorlardagi yozuvlarga duch kelish mumkin. Ularning ko'pchiligida ism-shariflar yozilgan. Muzey xodimlari ularni maxsus suyuqliklar bilan o'chirib chiqishadi. Shu jazibaglar deb jazib qo'ysaydi, yoshlar tushunmaslik qilib jazib ketadi, biz o'chiraveramiz. Biroq qiyinlik bilan o'chiriladi-da bu. Mana ko'ryapsizlar, mana nazdachkalar bilan Qadimiy yodgorliklardan devorlardagi yozuvlar bir haftada bir marotaba tozalanadi. Uning oqibatida g'ishtlar sifatini yo'qotib, nurab tushmoqda. Ularni qayta ta'mirlashning iloji yo'q. Mana tozalagan kirpishlar mana ko'ryapsizlar. Mana tozalamagan. Qarayman, vid buzilyapti mana. Mana. Ko'rinishlar buzilyapti. Muzeyni ko'rish uchun haftada 1000 ga yaqin kishi keladi. Shu sabab tarixiy yodgorliklarga yozib chizib ketganlarni nazorat qilishga imkon yo'q. Hozirda mazkur muammo video nazorat orqali hal qilinishi rejalashtirilmoqda. Dunyoviy praktikada bunda munoraga jad narsalar qo'yish kerak emas. Predmetlar. Video bayqo, boshqa nimalarda. Biroq ani qo'yib aytgan bo'lsak, biz buni to'xtatib aytamiz. Shuni bizda o'zgan doktor, boshqa yoqdan kelganlar, Qirg'izistondan kelganlar barliq yoshlar yaxshi tushunib, shu madaniyatli bo'lib kelib ko'rib ketsa yaxshi bo'ladi. Minora so'nggi marotaba 1984-yilda ta'mirlangan. Uning uzunligi 44 metr bo'lgan bo'lsa, hozirda 27 metrni tashkil qiladi. O'sh shahriga toza suv bugun soat 24:00 da beriladi. Shahardagi suv xo'jaligi boshqarmasi ta'mirlash ishlarini bitirdi. Oqburadan suvni qabul qiluvchi kanaldagi 20-30 sm loylar tozalandi. Bu ishga 10 xodim jalb qilindi. 5 joydagi suv nasoslari yangilanib, quvurlar almashtirildi. Yangi texnikalar bilan elektr energiyasi ham tejaladi. Buning uchun mablag' Yevropa banklaridan ajratilgan. Suv qampalarida pramifika qildik, dezinfeksiya qildik, ana boshqa to'xtagan nasoslarimizda profilaktik ishlarimizni atqarib bitdik. Zadushkalarimizni reviziya qildik, nasoslarni reviziya qildik, smaska sanitarni almashtirib, qolgan nasoslarimiz tayyor. 20
26 oktyabr kuni Batken voqeasiga 16 yil bo'ladi. Ushbu sana munosabati bilan Cho'ng'alayda voqea qurbonlari xotirlandi. Sababi Batken voqeasi bu rayonga ham o'z ta'sirini ko'rsatib, 3 fuqaro halok bo'lgan. Xotirlash marosimiga rayon markazidagi yodgorlikka gulchambar qo'yish bilan boshlandi. Batafsil navbatdagi lavhada. Tadbir Botken voqeasining qurbonlarini xotirlash maqsadida uyushtirildi. 1999-yili qurolli guruhlarning Botkenga kirishi Cho'ng'alay uchun ham salbiy ta'sir ko'rsatib, 3 kishi halok bo'lgan. Tashabbuskor yoshlar ularga bag'ishlab yodgorlik o'rnatishgan. Botken voqeasi. Diniy ekstremistlar guruhi 1999-yilning avgust oyida Qirg'izistonning janubiy hududiga bostirib kirishgan. Voqeada 50 ga yaqin kishi halok bo'lgan. Продолжались до первых снегов и на Чоналайском операционном. Qayg'uli voqea Cho'ng'alayga ham ta'sir ko'rsatgan. Qurolli guruh Bug'ubashi yaylovsiga joylashib, o'sha vaqtda rayondagi 174 kishi o'z xohishi bilan bosqinchilarga qarshi chiqib, ularga Mirzali Bo'ribayev boshchilik qilgan. Leytenant Golubov degan 24 yoshida Bug'ubashi degan joylarda qazo oldi. Minaga Yermatov degan soldat berdan qazo oldi. Bosqinchilarga tashlanuvchi portlovchi modda noma'lum sabablar bilan Qarateyl qishlog'iga tushgan. Unda Abdulaziz Sulaymanovning 35 yoshdagi ayoli va 6 yoshdagi qizi halok bo'lgan. O'zim Churqavleshga chiqib, ayolimni qarasam, bu askolka tigan bir ne olgan bo'lak salaq bo'lib jatdi. Qizim o'ko'teng. Qizimning ichagisi chiqib o'lim jatdi. Ayolim bo'lsa bir qo'li yo'q, ko'krakdan teshib chiqqan ekan, askolka qon chirqab turgan ekan. Bosqinchilarga qarshi kurashishda rayon aholisi faollik ko'rsatgan. Ularning biri Ajar Amiraliyev va bosmachilar mingga yaqin jonivorlarni olib ketishayotganda olib qolgan. Etiga bunday maska kiyib olgan bola kelib, ko'kragimga qadimgi avtomat taqadi 3 yo'l. 2 yo'l taqaganda qo'limni manday qilib turtdim. Turtsamdan keyin qayra dag'ab kelib manday qilib taqagan. Dag'i turtdimdan nima tayoq ko'targan holda jilib yurdilar. Portlovchi modda qishloqdagi 20 ga yaqin turar joyni yaroqsiz holga keltirgan. Ularga davlat tomonidan uylar qurilib berilgan. Voqeada jabrlangan harbiylar va yashovchilar davlat soliqlari va boshqa to'lovlardan bo'shatilgani bilan yetarli qo'llov yo'q deyishadi. 16 yildan beri biz bunday chınlığını aytganda mamlakat tarafından şu bizim ardakilerin şu opal to'g'ri qilgan emgagi bog'lanmagan buni yo'qindiradi. Eslatib o'tsak, Botken voqeasi Qirg'iziston mustaqillikka erishgandan keyin ilk qurolli to'qnashuv qatori hisoblanadi. Ungacha Botken O'sh oblastining tarkibida bo'lib, xavfsizlikni ta'minlash maqsadida rayon oblast qatori qabul qilingan. Mahalliy kengash deputatlari, Interbilim jamoatchilik tashkiloti va hududiy kengash vakillari uylarni surdirish masalasini muhokama qilishdi. Sababi turar joylarni davlat hisobiga o'tkazilganda beriluvchi kompensatsiya bo'yicha yetishmovchiliklar yuzaga kelmoqda. Masalan, 2011-yildan boshlab O'sh, Jalolobod hududlarida etnik ozchiliklarning yerlari surdirilmoqda. Unda yashovchilar uylarga berilgan kompensatsiya miqdori ozligini aytishgan. Shu sabab yashovchilar mustaqil ekspert yo'llashib yonida ko'proq chiqimga uchrashayotganligini aytishmoqda. Muhokama natijasida Interbilim tashkilotining vakillari Jo'g'org'i kengash deputatlari bilan ham so'zlashuvlarni olib borishadi. Jalaboddagi Lenin ko'chasi. Jalaboddagi Lenin ko'chasida kelishimlar el менен tuzilbey эле, акчалар компенсациясы төлөнбөй эле күчкө салуу сүрдүрүүлөр баштаганда. Dasturimizni xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'tgan sutkada Filippinga tushgan Hayma tayfuni oqibatlarini bartaraf qilish ishlari boshlandi. Tabiiy ofatdan jabrlangan hududlarga gumanitar yordamlar yetkazilib, keltirilgan moddiy zarar hisoblanmoqda. Bo'ron bir necha turar joylarni vayron qilib, elektr simlari uzilgan. Hozirda bo'ron sababli bir kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Hayma tayfunidan jabrlangan Filippinning aholisiga insonparvarlik yordam yetkazilmoqda. Shimoliy Ilocos provinsiyasiga 5000 quti yetib keldi. Bu yerdan minglagan kishilar tabiiy ofatdan saqlanish uchun uy-joylarini tashlab qochishga majbur bo'lishgan edi. Munun bari керектүү нерселер. Мында бир нече күн тынымсыз жаан нөшөрлөп турду. Бул сыяктуу жардам башка аймактарга да керек. Mahalliy hukumat yo'llarni ta'mirlash bilan birga keltirilgan ziyonlarni hisoblay boshladi. Bu shaxsning uyi va baliq ovlovchi kemalari buzilib ketgan.
Борон кичине басаңдаса анан баарын жыйноого киришебиз. Бирок эч нерсебиз жок, эмне кылабыз билбеймин. O'tgan kuni Filippinda quturgan bo'ron 100 mingga yaqin kishini uy-joylarini tashlab ketishga majbur qildi. Tabiiy ofatdan elektr simlari va bir qancha imoratlar talofat ko'rgan. Bo'ron shamolining tezligi soatiga 225 kilometrni tashkil qilib, 5-darajadagi ko'rsatkichga yetgan. Oxirgi vaqtda bir kishi halok bo'lgani aytilmoqda. Turkmaniston Xitoy bilan kosmik tekshiruvlar tarmog'ida hamkorlik bo'yicha imkoniyatlarni muhokama qilmoqda. Bu haqda mahalliy turkman matbuot manbalari yozgan. Shu kunlarda Turkmaniston delegatsiyasi Sichuan provinsiyasidagi Chengdu shahrida ochilgan Xitoy bilan Markaziy Osiyo o'lkalarining 4-hamkorlik forumida ishtirok etmoqda. Sichuanda bu vaqtgacha yuzlagan kosmik kemalar bilan sun'iy yo'ldoshlar uchirilgan. Sichan kosmodromi joylashgan. Turkmanistonda bu vaqtgacha 2-milliy Sputnik tayyorlash bo'yicha ishlar borayotgani xabar qilingan edi. Birinchi sun'iy yo'ldosh o'tgan yil 28-aprelda AQShning Florida shtatidagi Kanaveral hududida uchirilgan. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov birinchi sun'iy yo'ldosh uchirilgandan so'ng uning salohiyatidan to'liq foydalanmayotgani bo'yicha noroziligini aytgan. Rossiyalik tadqiqotchilar Ikkinchi jahon urushi davriga tegishli meteostansiyani qoldiqlarini topishdi. Uni urush vaqtida millatchilar maxfiy qurib, 1 yil oralig'ida ob-havoni kuzatish bo'yicha ma'lumotlarni almashib kelishgan. Stansiyaning yordamida fashistlar kemalarni suv betiga chiqarib, Rossiyaning hududiga kirishga yo'l ochgan. Bu kadrlar Ikkinchi jahon urushi vaqtida natsistlarning maxfiy meteostansiyasidan qolgan qoldiqlar. Fransiya Yosifning yeridan rossiyalik olimlar 500 ga yaqin buyumni topishdi. Bu yerda harbiylarning qurol-yarog'lari, kiyim-kechaklari, shuningdek meteorologiya jihozlari bor. Qonli urush boshlangandan keyin ob-havo haqida ma'lumot almashishlar to'xtab qolgan. O'sha vaqtda fashistlarga kemalarni dengizga chiqarish uchun meteorologiya jihozlari kerak bo'lgan. Yashirin meteostansiya Rossiyaning hududida suv etagidan 500 metr oraliqda joylashgan. Uning uzunligi 30 metr bo'lgani bois dengizda yaxshi ko'rinmagan. Stansiya 1943-yildan 44-yilgacha ishlagan. Bu orada 700 dan ortiq ma'lumot bera olmagan. 1944-yili stansiyaning xodimlari ovqatdan zaharlanib, aksariyati halok bo'lgan. Tirik qolganlarni zudlik bilan evakuatsiya qilishga to'g'ri kelib, meteostansiyani bo'lsa buzib tashlashga majbur bo'lishgan. Hozirgi kunda topilgan buyumlar Arxangelskdagi Milliy muzeyga o'tkazib berildi. Axsida sirni qo'lda tayyorlayotgan oila bor. Bozordagi sirni zararli degan Jidagul Mavlyanova farzandlariga o'z qo'li bilan bu mahsulotni tayyorlab bergan. Keyin boshqalardan buyurtmalar tusha boshlaganda sir tayyorlash oilaning moddiy manbasiga aylandi. Mavlyanovaning sir tayyorlashi to'g'risida muxbirimiz aytib beradi. Turalgandan keyin shu qo'lda bar produksiyalarni qo'shib turib Jidagul Mavlyanova internet manbalaridan sirning tarkibida kimyoviy moddalar bor ekanligini ko'rib, farzandlariga bergisi kelmagan. Shundan keyin uy sharoitida yasalishini ko'rib, o'zi ham sinab ko'rgan. Do'kondagi sirlarday bo'lgandan keyin tez-tez farzandlariga tayyorlab bergan. Jasab ko'rdim. Birinchi jasagamda lava yaxshi bo'ldi. Anan tug'an urg'uma sunush qildim. Qo'l qo'shnam ko'rdi, jeshpay sonunken yaxshi ekan deb shundan so'ray boshladi, zakaz qilish boshladi, marekelarda shu shartındagi sirlar deb. Anan o'sha nimada jasab az beryaptim, zakaz qilganlarga yaxshi. Pishloqlarni bugungi kunda istagan do'kondan sotib olsa bo'ladi. Shunday bo'lsa ham bu mahsulotni uy sharoitida tayyorlash barakali va shirin bo'lishi ma'lum. Sababi sut mahsulotlari barcha uylarda bor. Hozirda Jidagul Mavlyanova bu faoliyatni kengaytirishni rejalashtirmoqda. Ananda kelajakda maqsadimiz shu. Qarab turib biz nima uchun önükpeymiz deb o'ylayында Qirg'izistondan keyin biz o'zida qo'lda bor produksiyani ratsionalda foydalana olmaymiz hech vaqtda. Eng jo'nakay shu sir o'zida ayvay siri ko'p, sut ko'p joy vaqtida biz ayvay sut ko'p bo'ldi, ellar ishlatib olmay qolib, muzollar bilan uylarda to'g'ayda beramiz. Bu uy sharoitida tayyorlangan sirning ko'rinishi, uning og'irligi 1 kilogramm 600 gramm bo'lib, umumiy 20 litrga yaqin sut kerak bo'lgan.
Hozirda qishloq yashovchilari o'z tabiga ko'ra buyurtma berishadi. Masalan, bugun yasalgan pishloqdan sarimsoqni hidi kelib turadi. Sababi ayrim xaridorlar shu turini yaxshi ko'rib buyurtma berishar ekan. Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr omon bo'ling.